Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben potmuçuk polvon. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，西凉世纪。Oğlunu konuk çürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yeri keldi. Müşk yapılan kızning ichki severligi. Qaranglar birodarlar, bu maktab san'at ko'rgazmasining e'loni ekan. Asarlarimizning ati muzeyxonda ko'rgazma qilinadiganligiga ishongim kelmayotidi. Rostbek yaxshi bo'ldi. Bu men bilan Keslanchukning qurashtirma rasmi ekan. Ko'no, yana sen bilan Müşkning rasmi. Yana men bilan mening haykalim. Bu men eng yaxshi ko'rgan darajadan tashqari qahramon jalibkor chaqmoq polvon. Tepaman, uraman. U baqaltiz emma. Nurg'un vaqt sarf qilding-ku deyman. Chunki har bir tafsilotiga noyt ko'ngil qo'yibsan. Haqiqatan shundoq. Biroq jazm qilamanki, u bir kechtirib qurgandan keyin texim yaxshi bo'lib ketadi. Biz berib ko'rib baqaylik. Nima ish bo'lgan? San'atlarning hammasi yo'q turdi. İçideki resimler joyida turdi, biroq quritish uchun sirtqa qo'yib qo'ygan rasmlarning hammasi yo'q turdi. Yo'q, mening jalibkor chaqmoq polvonimning haykalim yo'qolib ketmagandi. Yo'q, yo'qolib ketmabdi, emma biroq biroz chiqayotgan o'xshaydi. Bakma xijilman. Uni chiqib etib qolmay, yana bo'yab ustiga qum chechib etibdi. Emma, haykalingning bunday qishqa uchirg'ini bakmi qo'rqinchli ish bo'pti. Biroq buni o'g'irlab ketmagan xo'sh bo'lsam bo'g'idek. Jazm qilamanki, bu ablah bugun kechda yana kelib boshqa asarlarni o'g'irlaydi. Biz bu yerda tafsiliy tekshirib baqaylik. Asarlarni mayli kim o'g'irlasin, o cho'ng avarchilik quchirdi, uxlash kiyimlik azimatlar, atlayli. Sinib kirib kechiga qutqizdi dunyoyi. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turdi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba berdi. Emma bo'lsa men müşk yapılan kız. Geri bo'lsa men potmuçuk polvon. Kono bo'lsa ben müşk yigit. Mino potmuçuk mashinam qoldirayli. Mino yoshirni shunurumli bo'ladi ekan, eski o'g'ri bizni ko'ranmaydi. Mayli, ular nadil bo'lsin, meni o'tkir ko'zim ularni cho'qib ko'ralaydi. Potmuçuk polvon mashinani yoshirni shunuri. Haqiqatan zaharxand ekan. O'g'ri dal ular ekan. Tunda niqoblanuvchining buni yaxshi ko'rdiganligini kim o'ylagan? Ular niqoblanuvchilar nihoyat tezda dunyodagi boshqa san'at asarlarimi yo'qolib ketadi. Shuningdan keyin ko'pchilik faqat mening asarimni ko'rdi. Shu emasmi, gap endi tushunishlik bo'ldi. Uningchi bo'lganda boshqa san'atkorlar bo'lmasa, u eng yaxshi san'atkor. Biz unga yo'l qo'ymaylik. Qo'lingni tart, tunda niqoblanuvchi. Bu asarlar sening emas. Sen ularni qaytirib ber. Men yana uning ko'ngligini ko'rsatib qo'yay. Ho, sen nima qilmoqchi? Maqat qo'sh. Sen haykalimga qumchi chaytibsan. Men sana buning ta'minini tetib qo'yaman. Tangdasiz bir chiqardi. Müşk yapılan kız endi qumchi oshma. Niqoblanuvchilarning hammasi niqob taqib olgan bilan biz hech nimani ko'ramidik. Ha? Qadrdonlarim, bu maydonni shuncha qalayqan qilayotganinglarni ko'rmamdigan. Keyin ko'rishaylik, qumchi maqatlar. Müşk yapılan kız demiş ki bunda kılısan. Bizden kılıdığımız tünden niqoblanuvchidan o'chinish emas. Shu emasmi? Asarlarni qaytirib kelish hamda muhim. Endi texmi ko'p asarlar yo'qolib ketdi. Ansirmanglar, o'tkir ko'zim orqali ularni topa olayman. Biz ularni izlaylik. Ularni ko'rdim. Ular san'at asarlarini o'g'irlab etibdi. Joyi qo'yib qo'y, tini niqoblanuvchi. Sen o'zingning san'atkor ekanligingni isbotlamoqchi. Buni bilamiz, biroq o'g'irlik yaxshi emas. Bo'ldi, qilsanglar-chi, sizlar texmini to'smoqchimi? Yo'q, men to'smoqchi. Müşk yapılan kız eshib qolgan bu yoqlarni darhol tortib ol. Ikkimiz asarlarni qaytirib olaylik. Men avval tunda niqoblanuvchiga taqobil turay. Sen nima qilmoqchi? Men bu yoqni ko'lchakka to'kib o'tmoqchi. U mening haykalimni bo'yab o'tdi. Endi navbat uningga keldi. Nima? Yo'q. Müşk yapılan kız.
Yaxşı qıldın, hamaqat qoş. Biroq bunun bilan meni to'sib qalamaysan. Əmisi mən seni çaplab qoyayım. Müş yapılaq qız, yordam qılın. Rahmat, biroq sen boyaqidek boyaq çaşsan, hammalarning asrini nobud qilib etsan. Boshqalarning asri seninkidek buzilib ketsa bo'lmaydi. Men boyaqni hargizim san'at asarlariga emas, tunda niqoblang'ichoq chashmoqchidim. Men boshqa amal topay. Endi uning nega bordiganligini aniqlasam bo'ladi. U boshqa yerga berib san'at asarlarini o'g'irlashi mumkin. Demak, bu yerda nurg'un san'at asarlari bo'lishi mumkin. Masalan, muzeyda degandek, tez otlayli. Sen, əsrimni panka sürtüydünla, qağınınla, başqalarının əsərlərini muzeyga yoşurub qoyunlar. Möcüzünün özü bu. Nima degan qoltis ijodiyat? Kishini hayron qoldiradigan əsər. Men tarixdan bu yanqi eng istidodli, eng ulug' san'atkor. O narsa men o'ylagandek emas-ku. Kendini qaplang'ichining g'oyat zo'r haykali ekan. Yaqinroq berib ko'rib boqayli. Patmich polvon mashina yo'shirishini. Rosti baqolski. Yo'q, bu bek yomon bo'pti. Tez shunglar. Sizlarning savalliginglar tufayli asrimning nobud bo'lishini xohlamayman. Xuddi sizlar maktabdan jalibkor chaqmoq polvonning haykalini buzib o'tganga o'xshash. Demak, haykalini chiqilib ketishi bir tasodifiylikkanmish yapaloq qiz. Sizlar mening chiroyli asrimning ustiga qalamqa sizg'idek bo'ldinglarmi? Hozirla uni surtdinglar. Qandaq? Barliq san'at asarlarini muzeyxonaga yo'shirib qo'ydinglarmi? Nihoyat yaxshi. Uzun o'tmaylar ular mangu yo'qolib ketadi. Barliq san'at asarlarini yo'shirib qo'yib, o'zining haykalini qoldirib qo'yish bo'lsa, dal uning piloni. Mana bo'ladi ekanman. U ham xiyol qilmasin. Mening haykalimni u buzib o'tgan ekan, men unikini buzib o'taman. Mana bu eng yaxshi hal qilish usuli. To'xtab, o'zining haykalini qasddan buzib o'tmabdi. U buni tasodifiylik dedi-ku. Uni qo'g'langlar niqoblang'uchilar. Müş yapılaq qız, nemish qundaq qilasan? Men qasdan undaq qilmadim, biroq uningga xo'p bo'ldi. Mening haykalimni dal mushundaq buzib o'tgan. Yo'q, nemishqa mening go'zal, taqdoshsiz asrim amdirati nobud bo'lib ketadi. U nobud bo'ldi. O rastla azaplanıptı. Xuddi sening haykalin buzib o'tilganga o'xshash. U endi sening hissiyotingni tushundigan bo'ldi. Gerçi uning azaplanganini ko'rgan bo'lsa-mu, biroq hozir men ancha xush bo'lmadim. Men asla uni badal to'lasa aldım xatolik bo'ladi degan. O'tkazishmi to'g'ri emas. Shundaq to'g'ri deysan. Kendini qaplang'ichi to'limi xijilman. Balkim uni yasayolishi mumkin. Sen onu nobud qilding. Shunga men boshqalarning san'at asarlarini nobud qilib etmoqchi. Bo'ldi, biz niqoblang'ichilar. Bilaman, buning hamisiga men sababchi. Biroq sening haykalin qarmoqqa yanada nihoyat yaxshi. Shundoq, u qarmoq sana bekli o'xshaydi ekan. O'ng qo'lidan boshqa. Shu emasmi? Sen cho'qim nurg'un zehningni sarf qilding-ku deyman. Endi uni ko'rsatgan. Bo'ldi, gap qilma. Faqat birni ish ko'nglimni xush qila oladi. Ya'ni bu muzeyxonni nobud qilib o'tish, uni o'rib o'tinglar niqoblang'ichilar. Bo'lmaydi, tunda niqoblang'ichi, unda qilma. Meni tez tutib ol. Tariydan tashqari kuchli qo'l. Niqoblang'ichilar, bu haykalni texmo eg'ili debdinglar. Menga topshir. Men uni yasayolg'udakman. Mening haykalim buzilib ketgan bilan men tunda niqoblang'ichinikini qutqizib olayman. Yana boshqalarning asrimi bor. Uxlash kiyimlik azimatlar o'ttirig'i chiqdi. Tunda niqoblang'ichini men bekilab qilay. Qo'shqimishik. Hey! Sen mening qo'limni nim qilmoqchi? Buni menga berib tura olamsan, tunda niqoblang'ichi menga bir yordam qilib bo'lamdi. Bo'lmadi, men bardosh beramadim. Tariydan tashqari kuchli qo'l. Burgut qanti yesin. Qarg'ana tunda niqoblang'ichi yasab bo'ldim. Sen endi uni vayron qilib etmaydigansan, to'g'rimi?
Bu mening asrim. U rostla asliga kelibdi. Voy onimay, og'irlashdi. To'g'ri deding. Helimi yaxshi, mening haykalim soqqaldi. Endi birinchi planimda o'rinday. Muzeyxonadan san'at asarlarini olib chiqib, ularni buzib o'taman. Pek kechikdan tunni niqoblang'uchi. Men ularni sen menga topolmaydigan yerga yo'shirib qo'ydim. Nima? Demak, men bugun kech vaqtimni isrof qilib, kunduzdagi bolalarning asarlarini qayta izlab boshqadan o'g'irlaydi ekanman-da. Sen o'z haykalingdan obdanroq huzurlanmamsan. Agar men uni uyimga akassam, o'zimdan har qaysi nuqtalardan huzurlana oladi ekanman. Men menga o'zimni ko'rib tura olayman. Uni so'rab menga niqoblang'uchilar. Bu orqali sizlarni eskartib qo'yay. Men tarixdan buyanqi eng ulug' san'atkor. Eng ulug' tundagi eski san'atkor desang to'g'ri bo'lamdi-ekan? Yaxshi qilding, nechki yapaloq qiz. Sen unga yordam qilib haykalni yasab berishga nurg'a oborchilikdan qutuldi. Biroq afsuslanarli shuki, hech kim uning asarini ko'ramadi. Men shunday o'yladim. Biroq ko'pchilikning asarini ko'rishga texim intizorman. Uxlash kiyimlik azmatlar, birga tantan qilaylik. Har birga qutqizamiz dunyoni. Hammanglarning yaxshi-kan ballar. Asringlarning qanday qaytib kelganini bilmadim. Biroq bu bir yaxshi ish. Sening haykaling behli qoltiskan, ammo qarmoqqa yengidakla turdi. Men tundini qaplang'uchiga rahmat aytishim kerak. Helimi yaxshi shilimshiq chaplaq bo'lg'ach haykalni qaytadan chaplab chiqdi. Nayt yaxshi qilsan, ammo haykalingni qaytadan yasab chiqqaningda ben xo'sh bo'ldim. Qo'lim chaplashib qolgan o'xshamamdi. Menimcha u texi bitirmay qurimidi.